Juda ham sarguzashtlarga boy bo'lyapti. Hozir Birminghamga keldim. Birminghamda aytyapti, Manchesterga to'g'ridan-to'g'ri poyezd yo'l deyapti. Endi Kruvga boraman, Kruvdan almashaman, Manchesterga yetib boraman. Ajoyib bo'lyapti ish qilib. Futbolga kech qolmaslik kerak. Sizlar bo'lsa kuzatishda davom etinglar. Yana bilet olasizmi degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q, o'sha biletingiz bilan so'rab ko'rsatasiz. O'sha bitta biletingiz bilan manzilingizga yetib olasiz. Boshqa chipta xarid qilmaysiz. Kruvga yetib keldim. Juda ham sarguzashtlarga boy bo'lyapti bugun. Poyezdga chiqib endi yana Manchesterga qarab ketaman. Taxminan yana 1 soatda Manchester shahrida bo'laman. Sizlar kuzatishda davom etinglar. Va nihoyat azizlar, mana Manchester shahriga yetib keldim. 2 soatga kech qoldim. Endi bo'lsa stadionga qarab yo'l olamiz. Agar ovqatlanmoqchi bo'lsanglar, mana KFCga kelasizlar. Anaqa aynaga halol emblemi qo'yib qo'ygan bo'ladi. Shunisiga kirasizlar. Bu hamma KFCda ham yo'q, hamma KFCda ham halol emas go'shtlari. O'shuning uchun aynaga qarasanglar, halol sertifikatini qo'yib qo'ygan bo'ladi. O'shundan kirib bemalol olsanglar bo'ladi. Maydonga ham keldim mana va biletni ham sotib oldim. Bugungi Manchester City Everton o'yiniga o'zbek so'miga 2 million 600 ming so'mga biletni oldim. Bilasizlar, men har doim markaziy joydan olaman. Shuning uchun ozgina narx qimmat va Abduqodir Husanov muxlislar birin-ketin kirib kelmoqda.